aleyküm, yaxshimisizlar? Sarsamay hammalar o'zimizlar. Bizlar Xalq banki kichik biznes bo'limi boshlig'iman men. Hozirda bankda mavjud produktlarimizdan shu mahalla joylarga chiqib, mijozlarga shuni taklifini beryapmiz. Mana misol birinchi taklif qiladigan nimamiz 312-qaror bo'yicha imtiyozi beriladigan kreditlarimiz. Ya'ni bizni hudud ikkinchi toifaga tushadi, 22% dan hisoblanadi. Savdo faoliyatiga, ishlab chiqarish dastgohi, jihozlash uchun deb beriladi. Mana misol uchun akamiz imtiyozli kredit olibdi. Endi agar shuni yaxshi yopsangiz, sizga bersak bo'laveradi. Siz ham aka misol shu o'zingizni mijozlasini buxgalter ishlaysiz ekan, faoliyatingizdagi birga ishlaydigan korxonalarga shuni taklifini bersangiz bo'lar ekan. Bezod akamiz mana hujjat topshiruvdi 312 bo'yicha 100 millionga kafillik asosida garovsiz mana xudo xolasa ruxsati keldi. Bugun bankka borib uni chiqarib beramiz.